Canım sen getir bir lol gelin. Ana zapal. Bacham qidir uni. Qiyradir yoshingam bo'lishim kerak, u onangam yurib. Uyt bacham bitta xod olib keldi. Beliza nima bo'ldi? Kecha futbol o'ynab o'tirgandim, bittasi ustimga yiqilib tushdi. Bacham qarang, bu kun ham shular. Davay. Kechak tayoqlar bo'lmabdi. Hammasiga tayyorman. Onangam bir yana shularmi? Yürü yok buydu. Dada, gel. Çık. Top çık sana. Çık ki. Jonim, tug'ilgan kuningizga sovg'a olib qo'ygandim, kelib olib keting. Bormayman men, hamshiyalaring faqat ko'rib qolibdi. Bu safar yana ko'rsa yana tayoq yeyman men. Hech kim ko'rmaydi, keling, shundoq derazadan beraman olib ketasiz. Mana, siz tug'ilgan kuningizga keraysizdan preaktiv men shampunini olib keldim. Har doim uchrashuv sochingizni yog'roq qilib kelasiz. Bu shampun sochingizni ham oziqlantiradi, ham o'stiradi, yoshartiradi ham bu shampun. Ana shunda ko'proq yuvinib yuring, ishlaringiz ham yurishib ketadi. Ko'rinishdan yaxshi shampunga o'xshayapti lekin. Hey jiyan. Yana keldikmi? Yana shular-ku. Ana shu sizning yog'li qarazing isiga keladigan bular. Shunda ko'proq yuvining kelmaydilar. Sen alkash bo'libsan. Gurimdan chiqib bo'lsam, trenle boribsan urib o'ldiraman. Ketdi kelajakka. Hozir aytdim men, to'g'rilangan bo'lish kerak. Kelajakda agar yana ichayotgan bo'lsa o'ldiraman. Endi meni saqlama. O'g'ling qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar urma. Tushundingmi? Umuman so'kma ya. Meni o'g'lim, iltimos. Men o'zim javob beraman. Keling, xizmat. Keling, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Zokir bormi? Mama Zokir. Agar oppoq qizning orqasidan kelib endi İç. ichma deydi ishkidan. Yo'q, ich. Ich, tushundingmi aka? Nima yordi? Alkash bu, kelajakda. Umuman gapirmayman senga. Alkash bo'lsang ham hech narsa qilmayman. Tushundingmi? Pivochali. Hozir Davom, olib ket. Bilmayman, bacham bilan tavqilana teganmi onangga. Nima qilyapsan bacham? Michael Jackson bo'lmoqchiman dada. Bu bo'lish bo'lsa bu nima bo'ladi ha bu kelajakda? Qanaqa odam bo'lar ekan? Yetishding. Ha. Kelajakka borib kelishimiz kerak. Nimaga? Bacham kelajagini ko'rib keling. Qanaqa odam bo'ladi, nima bo'ladi? Ismat, hozir biz 2050-yil o'tdik. Bachang ham senga o'xshab qarigan bo'lishi mumkin yoki o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Oldin bachang topishimiz kerak. Bacham topishimiz kerak, ha? Kelgan chog'larda oldi qo'shin aytganda yo'llarga qarang. Mani bacham-ku. Bu onangga guralkash yurib ketgan-ku. Hozir urib o'ldiraman men. To'xta. Bitta urayman. Mumkin emas. Agar o'zing uni oldiga borsang, zamon Michael muvozanat buziladi. Tushundingmi? Buni oldingi zamona qaytib, oldini olish kerak. Oldingi zamona qayt. Alkash. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Ama ichmayman. Sen alkash bo'lmoqchimisan? Ichmayman-ku. Ko'rgim sezibdi men kelajakda alkash bo'lmoqchisan sen. Agar ichganing ko'rsam urib o'ldiraman, tushundingmi? Tushundingmi? Ko'nglim sezibdi men kelajakda sen alkash bo'lmoqchisan sen. O yo'q. Ko'zingga qara. Ko'zingga qara. Gurimdan chiqib bo'lsa ham trenle boribsan urib o'ldiraman.